Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Men Namangan viloyati To'raqo'rg'on shahridagi Zarbazar maishiy texnikalarni albatta muddatli to'lov asosida savdoga chiqaradigan, eng arzon optoviy narxda savdo qiladigan magazindaman. Bu magazinga tashrif buyurishimiz sababi asli boshqa bir loyiha. Lekin albatta bugun tanishuvimizni sharafiga men ushbu do'konga bitta zo'r savol bilan murojaat qilib, do'kon nomidan qo'limdagi mana shu blenderni savolga to'g'ri javob bergan insonga sovg'a qilishni maqsad qildik. Demak, hozir men sizlarga bitta jumla aytaman. Shu jumlani rahmat degan ekan Jack London. Shu jumlani muallifi kim ekanligini hozir birinchilardan bo'lib sharhlar ostiga yozgan ishtirokchimiz Zarbazar do'kondan zamonaviy mana shu blenderni qabul qila oladilar. Demak, gar tabassuming bo'lmasa, do'kon ochmaganing ma'qul. Ushbu jumla qaysi Xitoy faylasufiga tegishli? Marhamat, internetga kirasizmi, kitob o'qiysizmi? Aynan mana shu savolga birinchilardan bo'lib to'g'ri javob bersangiz, aynan mana shu blender sizlarga sovg'a sifatida taqdim etiladi. Vaqt ketdi, ertaga soat 18:00 ga qadar javoblaringizni kutib qolamiz va kechqurun 19:00 da iftorlikdan keyin to'g'ri g'olib egasini aniqlaymiz. Ketdik.